Assalomu alaykum barchaga. Urolitiaz to'g'risidagi mavzumizni o'rganishga xush kelibsiz. Urolitiaz deb buyrakda yoki siydik yo'llarda hosil bo'ladigan tosh kasalliklariga aytiladi. Buyrakda bir qancha turdagi toshlar yig'ilishi mumkin. Shulardan eng keng tarqalgani bu kalsiy toshlari hisoblanadi. Kalsiy toshlari buyrak toshlarining 80% qismini tashkil qiladi. Ya'ni har 100 ta buyrak tosh holatlaridan 80 tasi deyarli kalsiy toshlarining to'planish hisobiga yuzaga keladi. Kalsiy toshlari ikki xil turli bo'lishi mumkin: kalsiy oksalat va kalsiy fosfat tuzlari. Kalsiy oksalat bu sitrat miqdorining kamayishi hisobiga asosan rivojlansa, kalsiy fosfat pH ni oshib ketishi natijasida yuzaga keladi. O'zi kalsiy toshlarini hosil bo'lishini keltirib chiqaradigan bir qancha holatlar mavjud. Bulardan biri bu kalsiy absorpsiyasining ortishi. Inson ko'p kalsiy iste'mol qiladigan bo'lsa yoki vitamin D ning miqdori ortib ketadigan bo'lsa, kalsiy absorpsiyasi kuchayib ketadi. Ikkinchi tarafdan kalsiyning buyraklar tomonidan ekskretsiyasini ortib ketishi. Bunga turli xil endokrin kasalliklar, misol uchun paratgormon funksiyasini kamayib ketishi misol bo'lishi mumkin. Bunda qondan siydik qondan buyrakka ko'plab siydik qondan siydikka ko'plab kalsiy o'tadi va qancha ko'p kalsiy bo'lsa, shuncha kalsiyni turli xil tuslar paydo bo'lish ehtimolligi ortadi. Giperkalsimiyaga olib keladigan holatlar giperparatiroidizm. Kalsiy miqdori qonda ko'p va buyrak bilan chiqib ketadigan kalsiy miqdori ham ko'p. Bordi-yu paratgormonning miqdori kam bo'ladigan bo'lsa ham hiperkalsiurik hipokalsemiya holati yuzaga kelishi mumkin. Bu kalsiy yoki paratgormonga bog'liq bo'lgan retseptorlarni funksiyasining nonormal bo'lishi natijasida yuzaga keladi. Turli xil malignizatsiyalar o'zidan paratgormon related peptide, ya'ni paratgormonga o'xshash bo'lgan oqsillarni ishlab chiqaradi va u qondagi kalsiy miqdorini, keyinchalik siydikdagi kalsiy miqdorini ham oshiradi. Sarkoidoz bu granulyatsion biriktiruvchi to'qimali kasallik hisoblanib, vitamin D ni miqdorini ortib ketishiga olib keladi va vitamin D ni ortib borishi kalsiyning absorpsiyasini kuchaytiradi va bu giperkalsemiyaga, keyin esa giperkalsiuriyaga va nihoyat tuzlarning hosil bo'lishiga va toshlarning rivojlanishiga olib keladi. Nilk alkalay sindromi. Bunda jig'ildon qaynashini kamaytirish uchun ishlatiladigan maxsus kalsiy saqlovchi preparatlarni ko'p iste'mol qilish natijasida qonda kalsiy miqdorining ortib ketishi bilan kelib chiqadi. Vitamin D intoksikatsiyasi bu vitamin D ni miqdorini nazoratsiz yoki dozasini noto'g'ri qabul qilish natijasida kelib chiqadi. Kron kasalligi ham kalsiy toshlarining rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunga sabab kron kasalligida erkin yog' kislotalari jigarda, buyrak ichaklarida bo'shlig'ida ko'payib qoladi va erkin yog' kislotalari u kislotayu endi kalsiyni biriktirib oladi va o'zi oksalatni biriktirish kerak bo'lgan kalsiy endi bizda faqat yog' kislotalarini biriktiradi. Endi kalsiy oksalatni biriktira olmaydi va oksalat qonda ortib ketadi. Keyinchalik u siydikka boradi. Siydikda kalsiy bilan birikib, kalsiy oksalat tuzlarini hosil qiladi. Bundan tashqari yana etilenglikol deb aytiladigan mahsulotni iste'mol qilib yuborish ham kalsiy oksalat tuzlarini ishlab chiqarishni kuchaytiradi. Chunki etilengglikolni metabolizmdan hosil bo'ladigan mahsulot bu oksalatdir. Vitamin C ni ko'p miqdorda qabul qilish ham kalsiy oksalat tuzlarini hosil bo'lish ehtimolligini oshiradi. Sababi vitamin C ham oksalatga metabolizm bo'lib uchraydi. Kalsiy toshlari rentgenga ko'rinadi va buni davolash uchun asosan gidroxlortiazid deb aytiladigan siydik haydovchi doridan foydalanadi. Bunga sabab gidroxlortiazid siydik orqali kalsiyning chiqib ketish miqdorini oshiradi va buyraklardagi birlamchi siydikdagi kalsiy miqdorini kamaytiradi. Bundan tashqari sitratni iste'mol qilish ham kalsiyni eruvchan tuzlar, ya'ni kalsiy sitratni hosil bo'lishiga olib keladi. Kamroq miqdorda tuzni iste'mol qilish ham kalsiy tuzlarini hosil bo'lish ehtimolligini kamaytiradi. Bunga sabab buyrakda qonda natriy miqdori yuqori bo'lsa, u siydikda ham yuqori bo'ladi va keyin kalsiyning miqdorini oshiradi siydik tarkibida. Bordi-yu natriyni kam iste'mol qilsa,
sidik tarkibidagi kalsiyni ham miqdori kamayadi. Keyingi holat bu ammoniy magniy fosfat toshlari. Ushbu kasallik asosan surunkali pielonefrit natijasida kelib chiqadi. Uriaza pozitiv bo'lgan bakteriyalar bilan bog'liq, ya'ni Proteus vulgaris, Staphylococcus saprophyticus, Klebsiella kabi uriaza pozitiv bo'lgan bakteriyalar mochevinani ammoniygacha parchalaydi. Ammoniyni miqdorini ortishi siydikni ishqoriy tarafga qarab pH muhitini o'zgartirishga olib keladi va ishqoriy muhitda magniy, fosfat hamda ammoniy birlashib aralash tuzni hosil qiladi va ushbu tuzlar butun jon bo'ylab, buyrak jon bo'ylab joylashib qoladi va u shoxsimon toshlarni hosil qiladi. Inglizchasiga bu striative stones deb aytiladi. Buyraklarni jomi va qozichalari shaklda bo'lganligi tufayli. Ya'ni bir qarashdan yovvoyi hayvonlarni shoxiga ham o'xshab ketadi. Ushbu kasallikni davolash uchun infeksiyalarni o'z vaqtida davolash va agar tosh hosil bo'lishga ulgurgan bo'lsa, toshni olib tashlash kerak bo'ladi. Keyingisi sidik kislota toshlari. Sidik kislota o'z nomidan kelib chiqib turib, sidik kislotani kristalga aylanishi natijasida kelib chiqadi. Sidik kislotasini toshlar hosil bo'lish uchun bizga ko'p miqdorda sidik kislotasi kerak. Sidik kislotasi o'zi nuklein kislotalarni metabolizm natijasida hosil bo'lgan mahsulot bo'lib, u hujayralar qancha ko'p bo'linib ko'payadigan bo'lsa, ya'ni mieloproliferativ kasalliklarda yoki podagra holatda ko'p kuzatiladi. Ushbu kasallikni davolash uchun sidik kislota hosil bo'lishini kamaytiradigan allopurinol berish yoki siydikni ishqorlashtirish kerak bo'ladi. Va sidik kislota toshlari romsimon ko'rinishga ega bo'ladi. Agar bordi-yu mana shu kristallarni mikroskop ostida qaraydigan bo'lsa, va sidik kislota toshlari radiolucent yoki rentgen nuri ostida ko'rinmaydigan xususiyatga ega bo'ladi. Sistin toshlari bu aminokislotaning kristallaridan hosil bo'ladi, ya'ni sistin. Bunda o'zimiz bilamizki, proksimal egri-bugri kanalchalarda glomerulusdan keyin o'tib ketgan mahsulotlarni qayta so'rib olish kerak. Va ushbu kasallikda ma'lum bir turdagi aminokislotalarni so'rib olish qobiliyati kamayadi. Ularni biz kola ko'rinishida yo'lda qolishimiz mumkin bo'ladi. Buradan C'si bu sistin, O'si ornitin, L'si lizin va A'si arginin hisoblanadi. Mana shu aminokislotalardan faqatgina sistin bordi-yu sidik tarkibida to'planib qoladigan bo'lsa, kristal hosil qilish qobiliyatiga ega. Chunki uni suvda eruvchanligi kam. Dastlab tuz hosil qiladi, keyinchalik esa toshni hosil qiladi. U heksagonal ko'rinishga ega bo'lgan toshlarni paydo qiladi. Davolash uchun ushbu kasallikni kamroq tuz iste'mol qilish, sidikni iloji boricha ishqorlash va mana shu sistinni biriktirish olish qobiliyatiga ega bo'lgan xelatlarni berish hisoblanadi. Shu bilan ushbu darsda sizlar bilan ulashmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.